Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda təfsili məzmunlarni diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgünde hökuməti 26 noyabr səyşənbə günü ayollarga qartılğan zulmga qarşı kurash qilish xalqaralıq kuni münasibəti bilan bayonot e'lon qilib, Xitoyning Şərq Türkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turkiy xalqlarga qarta yurgizayotgan sistemlik shiddatni aybladi. Şərq Türkistan sürgünde hökuməti ayollar, oila, balalar, inson haqlari ministrligi ijtimoiy axborot supsi X'dagi bayonotida Şərq Türkistan sürgünde hökuməti ayollarga zulm qilishni to'xtatish xalqaralıq kunida Xitoyning rəhimsizlarcha ishg'ol qilib olgan Şərq Türkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarga keng ko'lamda yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni qattiq ayblaydi. Necha 10 yillardan beri Şərq Türkistan ayollari bola oldirib etishga majburlanish, tug'mas qilib etish, sistemlik jinsiy parakendchilikka uchrash, davlat qo'llagan Xitoy bilan majburiy to'y qildirish siyosati ostidagi bosqinchilik qilish, xalqimizning kelgusi bilan birga ularning kimligi va insonligini yo'qotishni maqsad qilgan insoniyatga qarshi qabih jinoyatlardir. Şərq Türkistan sürgünde hökuməti shak shubhisizki bu jinoyatlarni qattiq ayblaydi. Hökumətlərni, ayollar huquq təşkilatları və fəaliyyətçilərini öz içinə alğan xalqaralıq təşkilatlarni kəskin hərəkət qo'llanishga chaqiriq qiladi. Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish axloqiy majburiyat bo'lib qolmasdan, Şərq Türkistan xalqining bo'libmi, Şərq Türkistan ayollarining erkinlik, inson haqlari, bexatarlik va mavjudligini qo'g'dashdagi birdan-bir yo'l. Şərq Türkistanning ishg'ol qilinishi va irqiy qirg'inchilikning natijasidan iborat. Biz bugungi ayollarga qilingan zo'ravonlikni oxirlashtirish kunida Şərq Türkistondagi ayollar duch kelgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qilamiz dedi. Şərq Türkistan sürgünde hökumətinin mazkur bayonoti dunyo matbuotlarida xabar qilindi. Asiya Xalqaro xabarlar to'rining 26 noyabr kunidagi Şərq Türkistan sürgünde hökuməti ayollarga qartilgan zulmga qarshi kurash qilish xalqaralıq kunida Xitoyning suiiste'mollarini ta'kidladi degan temada e'lon qilgan xabarda hökumətning bayonotini tafsili bayon qilgandan keyin Xitoyning Şərq Türkistondagi turk musulmonlarga qarta yurgizayotgan dahshatli bostirishlar keng ko'lamda ayblashlarga uchradi. İnsan haqlari dafsanchiligiga oid dokladlar izchil e'lon qilinyotidi. Ayollar jazo lagerlariga qamalgan. U yerda bosqinchilik, majburiy emgakka selish, tug'mas qilib etish qatorliq vahshiyliklarga, jismoniy va psixik zulmga uchraydi. Balalar oilalaridan ayirib etilgan dedi. Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish harakati xalqaro ayollarga qartilgan zulmni to'xtatish kunini xotirlash munosabati bilan xalqaro jamiyatni Şərq Türkistondagi ayollar duch kelgan zulm, irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qildi. Mazkur tashkilotning ijtimoiy axborot vositalarida buningga aloqador e'lon qilgan axborotida mundaq deyildi. Şərq Türkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy ayollar 21-asrdagi eng rəhimsiz hokimiyat ostida har kuni azob chekidi. Xitoy ishg'oliyati ostida ular tasavvur qilg'isiz zulmga bardoshlik berishga majbur bo'ladi. Tug'mas qilib etish, bola tushirib etish, sistemlik bosqinchilik qilish va oilani vayron qilish, psixikasini buzish qatorliq qilmishlar xalqimizni yo'qotishni maqsad qilgan. Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish harakatining oila ayollar direktori Amanisa Muxlisi xonim Şərq Türkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qartilgan vahshiylik tasoddifiy emas, davlat qasddan yurgizayotgan sistemlik harakat bo'lib, tug'mas qilib etish, jinsiy parakendchilik, Xitoy erlarga majburiy to'y qildirish, bosqinchilik qilishni o'z ichiga olgan millatimizga qartilgan irqiy qirg'inchilik dahshatidan iborat. Barliq erkinlikni so'yadigan kishilar, hukumatlar va tashkilotlarni Xitoyning Şərq Türkistonlik ayollarga qartilgan uzun muddatlik shiddat va jinoyatini oxirlashtirishni talab qilishga chaqiriq qilamiz. Sukut qilish amdi tanlash emas, yashash, sharaf va adolat uchun elib berilgan kurash Şərq Türkiston ayollarining izzat hurmatini asliga keltirish, Şərq Türkistonning mustaqilligini asliga keltirish bilan boshlanadi. Biz bilan Xitoyning mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatiga qarshi kurash qiling dedi. Şərq Türkistan sürgünde hökuməti 2022 yılı 24 noyabr günü Ürümçide yuz bergan o't ofatida hayotidan ayrilganlarni echinish bilan xotirladi va Xitoyning Şərq Türkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni shundaqla uni to'xtatishning chorasini xalqaro jamiyatga yana bir qatim bildirdi.
Sharqi Turkiston surgunda hukumati 24 noyabr kuni buningga aloqador ijtimoiy axborot vositalarida e'lon qilingan bayonotida Sharqi Turkiston surgunda hukumati 2022 yili 24 noyabr kuni Urumchida yuz bergan o't ofatida hayotidan ayrilgan 44 nafar Uyg'urni va Sharqi Turkistondagi Xitoy yurgizgan o'ltirish qasdlangan nol Covid siyosatida hayotidan ayrilib qolganlarni xotirlaydi. Urumchi o't ofati ishg'oliyat ostidagi Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik va sistemlik zulmning aniq namoyandasi. Xitoyning ishg'oliyat tuzumi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning kulturi, kimligi, mavjudligini yo'qotishni maqsad qiladi. Keng ko'lamli mustamlikchilik va irqiy qirg'inchilik harakatining bir qismi sifatida insonlarga sal qarab, hamma narsadan mahrum qilib, yo'qsizlikqa va shiddatga tark etishni nishon qiladi. Urumchi o't ofati ishg'oliyat ostidagi Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik va sistemlik zulmning aniq namoyandasi. Xitoyning ishg'oliyat tuzumi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning kulturi, kimligi, mavjudligini yo'qotishni maqsad qilgan. Keng ko'lamli mustamlikchilik va irqiy qirg'inchilik harakatining bir qismi sifatida insonlarga sal qarab, hamma narsadan mahrum qilib, yo'qsizlikqa va shiddatga tark qilishni nishon qilgan. Bu dunyoning jiddiy diqqat e'tiborini berishini, Xitoyning mas'uliyatini surishti qilishni talab qiladi. Dunyo qat'iylik bilan bu rəhimsizlikni tugatib, adolatning yetkazilishiga kafolatlik qilishi kerak. Xalqaro jamiyatning sukut qilishi faqat Sharqi Turkiston xalqining azob oqibatlarini uzartadi. Xitoyning Sharqi Turkistondagi uzun muddatlik mustamlika qilish, irqiy qirg'inchilik qilish va ishg'ol qilish harakati oxirlashishi kerak dedi. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining axborot vositalarida e'lon qilgan mazkur bayonoti Asiya xalqaro xabarlari to'rida 25 noyabr kuni tafsiliy bayon qilindi va yana mundaq deyildi. 2022 yili 24 noyabr kuni Urumchidagi Uyg'urlarni markaz qilgan o'ltiraq rayondagi bir egiz binoda o't ofati yuz berdi. Hukumat ofatning yuz berishining oldini olish va to'xtatish tadbirlarini qo'llanishga sal qaradi. Xalqqa ko'ngil bo'lmadi. Hukumat aloqador o'rinlari 10 nafar Uyg'urning hayotidan ayrilganligini, 9 nafarning yaralanganligini xabar qildi. Ammo Xitoyning nol Covid siyosatining ta'sirida binoga qapsilib qolgan ko'p sondagi ommaning hayotidan ayrilganligi faraz qilindi. Uyg'ur masalasi kultural besim va sistemlik ayrimchilikni markaz qilgan murakkab bir inson haqlari dafsanchiligidan iborat. Xitoyning Uyg'urlarni kontrol ostiga olgan 1949 yildan e'tiboran assimilyatsiya siyosati yurgizdi. Vaqtning o'tishi bilan diniy, tili, kulturini yo'qotish siyosatini yurgizdi deyildi. Amerika Davlat bexatarlik ministrligi Xitoyning 29 shirkatini qora tizimlikka qo'shgan. Hindiston bayoni xabar to'rining 23 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Davlat bexatarlik ministrligi majburiy emgakni yo'lga qo'yish vazifa kuchiga vakolatan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniy qurilish tizimligiga 29 Xitoy shirkatini qo'shgan. Amerika hukumatining yer shariy ta'minlash zanjiri bo'lib, Xitoyning atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi majburiy emgakka qarshi turish tirishchiligining bir qismi sifatida tizimlikdagi tashkilotlarning umumiy soni 107 ga yetgan. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni 2022 yili yo'lga qo'yilgan bo'lib, majburiy emgakdan ishlangan mahsulotlarning bo'lib, Sharqi Turkistonda majburiy emgak orqali ishlangan mahsulotlarning import qilinishining oldini olishni maqsad qiladi. Yangidan tizimlikka qo'shilgan 29 o'rin asosliqi dehqonchilik, yasamichilik va elektron sohasida tijorat qiladi ekan. Kengaytirilgan tizimlikda yana atalmish Xinjiang ranglik metal sanoati guruhi va uning qaramog'idagi konchilik sanoati bilan munosabatli shirkatlar bor bo'lib, ular litiy, oltin qatorliq qimmatli metallarni qazishda majburiy emgak ishlatgan deb ayblangan. Undan boshqa yana atalmish Xinjiangdan sho'xla manba qiladigan Tianjin Tianwei yemaklik cheklik shirkati va yerlik hukumat bilan hamkorlashib, Uyg'urlarni majburiy emgakka solgan atalmish Xinjiang Junxa shirkatini o'z ichiga oladi ekan. Agar shirkatlar mahsulotlarining majburiy emgak orqali ishlanganligiga aniq dalil isbot ko'rsatmasa, payi bozorga selingan shirkatlar ishlab chiqargan mahsulotlarning Amerikaga kirishi cheklanadi ekan. Bu tashabbus Bayden hukumatining dunyo savdosidagi kishilik huquq va axloq manbasini qo'llash va'dasini aks ettirgan. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni yo'lga qo'yilgandan buyon tamojna va chegara mudofaasi 3 milliard 600 million dollardan oshadigan 10 mingdan ortiq malni tekshirish orqali majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan tovarlarning Amerika bozoriga kirishining oldini olishda ko'rinarli ilgirlashlarni qo'lga keltirgan. Amerika Davlat bexatarlik ministrligining kotibi Aleksandr Mayorkas mazkur qonunni qattiq ijro qiladiganligini, majburiy emgak bilan shug'ullanadigan shirkatlarning mas'uliyatini qattiq surishti qiladiganligini, Amerika bozorlarini ezilgan xalqning bo'lib, Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning ekspluatatsiya qilinishidan qo'g'daydiganligini ta'kidlagan.
haqiqat istamsan. Dərdi yox, dərmanı yoxdan qudret istamsan. Ro'yi çirkinlərdən mədət istamsan. Bağrı qattiq taş yürekdən şəfqət istamsan. Bu haqiqatsiz jahondan haqni istamsan. Pərvanəsiz yağçıraqdan pərvanə istamsan. İrfanı yox, yav güdəkdən irfan istamsan. Məsliki yox, vicdansızdan vicdan istamsan. Bu izilgan millatingga qurban istamsan. Haqni so'rab, ul Tangridan javob istamsan. Qilib xizmat millatingga savob istamsan. To'nagi yo'q bu jahondan hayot istamsan. Bo'lmasa ya qimmati bor mamat istamsan. Sapqiningdan tamg'anini hamma o'zdamsan. Muhabbat yo'q bir suratni jonla do'stamsan. Haqiqatni ko'rmaganni yaxshi ko'rdamsan. Shaxsiy olam ichra doim janon istamsan. Gulzori yo'q ko'kchimandan bulbul istamsan. Bag'vini yo'q shajaristondan bir gul istamsan. O'tmishingda xoqon turib haykal istamsan. Jon pido deb haq adolat yo'lni istamsan. Avtori Uyg'ur Odil. Manba Erkizdi 238-son 1949-yili 6-fevral. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Borxon Muhammad. Bizga vaqt ayırğınыңlar üçün köpdən köp rəhmət. Kelar qıtımqı proqramımızda görüşkəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.